Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının təşəbbüsü və ərzi bilən 2020 yılı 9-cu ayda Londonda qurulan Uyghur Sud Kollegiyası Rusiya qismlarının Ukraynada ilib bağan irqi qırğınçılığı səbəblik yana qayta Qərb mətbuatlarının gün tərtibiga gəldi. 10 aprel günü Amerikada çıxarılğan New York Quyaşı gazetida Uyghur Sud Kollegiyası Ukraynadakı uruş cinayətiga taqabul turishning ulgusi sifatida o'ttirg'i chiqdi mavzuliq bir parcha mulohiza maqolasi e'lon qilindi. Maqola avtori Ivana Strandi Xalqaro jinoiy ishlar sudi va Xalqaro adliya sudining Rossiya prezidenti Putinning vahshiyliklarini to'sib qilishini kutish soddalik deb baholagan. U buning o'rniga Angliyada o'tkazilgan Uyg'ur sud kollegiyasiga o'xshash mustaqil sud kollegiyasi qurilishi kerakligini bildirgan. Rossiya qismlaridan Kiyev atrofidan chekinishi uning Ukrainaning Bucha qatorliq shaharlarida sodir qilgan vahshiyliklarni oshkorladi. Bu jinoyatlar hujjatga ilishni va dalil isbotlarni oshkorlashni talab qiladi. Biroq Xalqaro jinoiy ishlar sudi va Xalqaro adliya sudining prezident Putinning vahshiyliklarini to'sib qilishini umid qilish soddalik. Bu sudlar mustabid hokimiyatlarning kechiktirishi va burmilishining ta'siriga osonlik uchraydi. Natijada sud hukmlari o'z kuchini yo'qotadi. Ivanda Strandi maqolasida mana mundaq ahvolga qarshi Ukraina masalasi uchun Uyg'ur sud kollegiyasi modelini tavsiya qilib tuvandikilarni bayon qilgan. Shunga G'arb davlatlari Angliyada qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi uslubidagi xalqaro sudni qo'llab, bu urushning jinoyatlarini xotirlashi va tashviq qilishi kerak. Bundaq sud kollegiyasi uning qarorini ijro qilishni emas, balki jamoat fikriga ta'sir ko'rsatishni maqsad qiladi. Uyg'ur sud kollegiyasi Dunyo Uyg'ur qurultayining tashabbusi va arzi bilan 2020 yili 9-oyda Angliyaning London shahrida dongliq kishilik huquq advokati Jeffrey Nice boshchiligida qurilgan. Bu kollegiya Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qartilgan kishilik huquq tafsandichiliklarni tekshirish va to'plangan dalil isbotlar orqali Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilgan qilmaganligi ustida yakun chiqarishni maqsad qilgan. Bu jarayonda Uyg'ur sud kollegiyasi 3 qitim isbot anglish yig'ini chaqirish orqali 2021 yili 12-oyning 9-kuni Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiyliklarni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb hukm chiqargan. Uyg'ur sud kollegiyasining bu hukmi parlamentlar, hukumatlar va xalqaro organlar uchun bir qonuniy asosga aylangan. Hatto Irlandiya parlamenti Uyg'ur sud kollegiyasining chiqargan hukmini e'tirof qiladiganligi haqida maxsus qaror qabul qilgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan matbuotlarga qilgan so'zida yuqorqi maqolada aytilgandek ayni chog'da Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi va Xalqaro adliya sudining Uyg'urlar masalasiga qarab chiqolmaydiganligiga ko'z yetgandan keyin mushundaq mustaqil sud tashkillashni zarur deb qaraganligini bildirdi. Darvaqa maqola avtori Uyg'ur sud kollegiyasining mustaqil va tarafsiz bo'lishining Xitoy hukumatiga berilgan zarba bo'lganligini alayda tilga olgan. U tuvandikilarni degan. 2020 yili Xitoyning kishilik huquq tafsandichiligini tekshirish uchun tasdiqlangan Uyg'ur sudi Ukraina uchun shu xil sudning ulgusi bo'la oladi. Sud kollegiyasi xalqaro qonun mutaxassislarini unumli yig'ib, Xitoyning Xinjiangdagi jinoyatlari to'g'risida zo'r dalil isbotlarni tahlil qildi. Bu sudning unumi uning mustaqilligi bilan munosabatlik. Chunki u cho'ng qurilishlarning og'ziga qarab o'ltirmaydi. Balki u faqat mutaxassislarni yig'ib, ularning hukm chiqarishiga sharoit hozirlaydi. Mustaqillik va tarafsizlik natijasida bu sud Xitoyning xalqaro organlarini kontrol qilib, yomon g'arazda harakat qilishiga ochiq-oshkora jang e'lon qilgan tunji yuqori darajalik sudga aylandi. Dolqun Aysa apandimiz so'zida Uyg'ur sud kollegiyasining tarafsizligining xalqaro jamoatni qoyil qilganligini, sudda yig'ilgan necha yuzlagan dalil isbotlarning Xitoy hukumatining jinoyatlarini oshkorlashda va uni arxivlashtirishda muhim rol o'ynaganligini aytdi. O shundaqla Uyg'ur sud kollegiyasining xalqarodagi jinoyatlarni aniqlashda ulga qilib ko'rsatilishini Uyg'ur sudining natijasi deb qaraydiganligini bildirdi. Maqola avtori Ivana Strandi Rossiya Ukraina to'qinishi uchun Uyg'ur sud kollegiyasi qurishning afzalligini ko'rsatib o'tgan bo'lib, u tuvandagi bir qancha nuqtaga yig'inchoqlangan. Bundaq sud kollegiyasi Xalqaro jinoiy ishlar sudi mahkamasi va Xalqaro adliya sudiga qaraganda texmo tez xizmat qila oladi. Chunki sud kollegiyasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga o'xshash organlarga chetishlik bo'lmag'achqa, navbatda Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi va Xalqaro adliya sudi navbatda duch kelayotgan byurokratlikning passifitligi va mustabid hokimiyatlarning parda orqasi harakatidan saqlana oladi. Bu sud kollegiyasi urush jinoyatlariga bo'lgan tonishini o'stirib, xato, saxta tashviqotlarga zarba beralaydi. Urush mazgilidagi uchur bo'shliqi murakkab to'qinishni puxrolar tushunishga bo'ladigan usulda tahlil qilib beralaydigan nopuzliq ovozga muhtoj. Rossiya davlat mudofaa ministrligi Buchadagi jasadlarning ko'rinishlarini saxta yoki Ukraina tarafidan g'arb taratqullari uchun sahnalashtirilgan deb tashviq qilish orqali haqiqiy uchurni burmulashning qimmatini allaqachon tonib yetdi. Rossiya diplomatiya ministrligi bu xabarni ijtimoiy taratqularning hammasida keng tarqatdi. Shunga bundaq bir sud kollegiyasi buningga qarshi ovoz bo'la oladi. Ma'lum bo'lishicha Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi Rossiyaning urush jinoyati ustidan tekshirishni boshlagan bo'lib, ular 2013-yildan hozirgacha bo'lgan oraliqdagi paketlarni yig'ib, shuningga asosan Rossiya ustidagi urush jinoyati, insoniyatga qarshi turish jinoyati va irqiy qirg'inchilik
terrorchilik qatorliq ayblashlar ustidan qarab chiqadi ekan. Ammo maqola avtori Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining tekshirishini intayin asta va unumsiz deb qaraydi ekan. U buningga Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Rossiya Gruziya urushi sodir bo'lib oradan 14 yil o'tgandan keyin bu yil urush jinoyati sodir qilgan 3 shaxsni qo'lga ilishni talab qilganligini, ammo Rossiyaning bu 3 tuvan darajalik amaldorining ayblanishiga yo'l qo'ymay ularni topshirib bermaganligini misol qilib ko'rsatgan. Shunga u maqolasida Rossiyaning 3 nafar tuvan darajalik amaldorni jazolanmagan Xalqaro jinoiy ishlar sudining dunyodagi eng chong yadro qurol ombirini kontrol qiladigan Putinni sudga tortib jazolashining mumkin bo'lmaydiganligini. Bu yil mart oyida Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi Rossiya Ukrainadagi harbiy harakatni darhol to'xtatishi kerak degan bo'lsa-mu, Rossiyaning urush jinoyati sodir qilishini to'sayolmaganligini ta'kidlagan. U maqolasini biz xalq sotining Rossiya Ukraina to'qinishiga taqobil turish iqtidorini aniq kuzatishimiz kerak. Bundaq organlar jinoyatchilarni sudga tortish uchun yetarsiz. Bu aniq. Ammo sud kollegiyasi dunyoning Ukrainada sodir qilingan qilmishlarni va uni kimning qilganligini hargiz unutib qolmasligiga kafolat qiladigan boshlamchi ovozga aylanlaydi deb oxirlashtirgan. 2021 yılı Ağustos aylarında Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashi jazo lagerlari va Uyg'urlarga munosabatlik zo'r hajmli bir doklad hazırlab chiqqan hamda uni o'tgan yilning oxirlarigacha e'lon qilmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, afsuski Xitoyning turli to'sqinliklari sababli toki hozirgacha e'lon qilinmagan edi. Matbuotlardagi uchurlardan ayon bo'lishicha Xitoy hokimiyati Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashining komissari Michel Bachelet boshchiligidagi bir hay'atning bu yil 5-oyda Sharq Turkistonni ziyorat qilishiga yo'l qo'yish badaliga mazkur dokladning e'lon qilinishini to'sib qolgan. Halbuki jazo lagerlari va Uyg'urlarga munosabatlik nurg'unlagan dalil isbotlarni o'z ichiga olganligi ilgari surilayotgan bu dokladning e'lon qilinishini Michel Bacheletning Xitoy ziyoratidan muhim deb qarayotgan kishilik huquq faoliyatchilari Xitoyning yolg'on sahna hozirlab, Birleşken Devletler Teşkilatı xodimlarini aldaydiganligini izohlab, Michel Bachelet Xitoy ziyoratini boshlashdan ilgari bu dokladni e'lon qilib etishi lozimligini ta'kidlab kelishgan edi. Yevropada yashayotgan Ömer Bakali, Qalbinur Sidiq, Gulbahor Xotivaji, Gulbahor Jilolova va Sayragul Savutbay qatorliq 5 nafar lager shohidlari dal mushu masalani nuqta qilib turib, Michel Bacheletdan 5-oyda Sharq Turkistonni ziyorat qilishdan ilgari mazkur dokladni e'lon qilib etishni talab qilish uchun 4-oyning 17-kunidan 22-kunigacha Janvadagi Birleşken Devletler Teşkilatı binosi oldida bir hafta namoyish qilish qaroriga kelgan hamda bu jarayonda ehtiyojli bo'ladigan iqtisodga Uyg'urlarning xolis yordami orqali erishishni ko'zlagan. Yevropadagi bu 5 nafar lager shohidlaridan Ömer Bakali bilan Qalbinur Sidiq Gollandiyada, Gulbahor Xotivaj bilan Gulbahor Jilolova Fransiyada, Sayragul Savutbay Shvetsiyada yashayotgan bo'lib, ular Birleşken Devletler Teşkilatı binosi oldida o'tkazilgan bu namoyish haqida fikr birligi shakllantirgan. Ular bu vaqtga qarorini rasmiy e'lon qilgandan keyin muhojiratga Uyg'urlarning qizg'in olqishiga sazovor bo'lgan. Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa Efendi bu munosabat bilan istansimizga qilgan so'zida Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va insoniyatga qarshi jinoyatlarini xalqaroga fosh qilishda intayin muhim rol o'ynab kelgan jasur lager shohidlarimizning Janvada ilib olmoqchi bo'lgan bu harakatidan cheksiz g'urur tuyganligini, Dünya Uyghur Qurultiyining ularni moddiy va ma'naviy jihatdan butun kuchi bilan qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanligini ifoda qildi. Lager shohidi Ömer Bakali bu xususda Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga qilgan so'zida 5 nafar lager shohidining bu namoyishni uyushtirishdagi maqsad haqida to'xtalib, kerak bo'lsa biz o'zimiz yatgan lagerlarni Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashining komissariga ko'rsatib berishga tayyor dedi. Gulbahor Xotivaji, agar Michel Bachelet 5-oyda Sharq Turkistonga borsa, Xitoy Birleşken Devletler Teşkilatı xodimlarini aldab yo'lga sepib qo'yadi. Buning biz uchun foydasi yo'q. Aksincha ziyni bor deganlarni tilga oldi. Gulbahor Jilolova xonim bu xususda to'xtalganda Michel Bachelet bilan 5-oyda Sharq Turkistonga birga berishni umid qiladiganligini, o'zi azob chekkan lagerlarni ularga bevosita ko'rsatib berishni xohlaydiganligini bildirdi. Qalbinur Sidiq xonim Michel Bachelet agar 5-oyda haqiqatan Sharq Turkistonga ziyoratga borsa, Xitoy ko'rsatib bergan lagerlarni emas, balki lager shohidlari ko'rsatib bergan lagerlarni ziyorat qilib, haqiqatni dunyoga yana bir qatam oshkorlashini orzu ham talab qiladiganligini eskartdi. Yevropada yashayotgan Ömer Bakali qatorliq 5 nafar lager shohidlarining Janvada ilib olmoqchi bo'lgan namoyishi ijtimoiy taratqularda qizg'in qo'llashga erishgan. Bir qism Uyg'urlar bu namoyishning chiqimlari uchun bas-basli iyona qilishga boshlagan va lager shohidlariga madadlar berishgan. Dünya Uyghur Qurultiyi İcraiya Komitetining raisi, Uyghur Kishilik Huquq Qurilishining direktori Umar Qanot va Uyghur Amerika Birlashmasining idora heyat a'zosi Alfidar Iltabir qatorliqlar 11 aprel kuni Amerika Davlat bexatarligi ministrligi fuqarolar huquqi va erkinligi ishxonasi bilan Amerikadagi Darun Nur musulmonlar jamiyati birlashib o'tkazgan iftorlik faoliyatiga alohida taklif bilan qatnashib, Amerika Davlat bexatarlik ministrligi kotibi Olijandro Mayurkas va boshqa amaldorlar bilan ko'rishib suhbatlashish fursatiga erishdi. Ular suhbat jarayonida Amerikada yashayotgan Uyg'urlarning panohlik ishlarining tezroq hal bo'lishiga oid masalalarni o'tirg'a qo'ygan. Ondan ular bu suhbatga qatnashgan musulmon jamoatlar vakillari bilan birga ishbdo qilib, o'zlari ko'ngil bo'layotgan masalalar to'g'riliq fikr almashtirgan. Ekilnicha Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlari Amerikada yashayotgan Uyg'urlarning yillardan buyon to'xtab yoki oslab qolgan panohlik masalasining tezroq hal bo'lishiga turtki bo'lish uchun tirishib kelayotgan bo'lib, bu qitimliq faoliyatga ilib berilgan suhbatmi bu yilda ilingan bir muhim qadam hisoblanadi ekan. Dünya Uyghur Qurultiyining sobiq bosh taftishi,
Amerikadagi Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim İdris Efendi va Uyg'ur hareket tashkilotining direktori Roshan Abbos xonimlar 12 aprel janvardagi faoliyatlarini oxirlashtirib, Fransiya poytaxti Parijdagi faoliyatlarini boshladi. Abdulhakim İdris Efendining Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga bayon qilishicha, Xitoyning Fransiyadagi bosh elchixonasi Fransiyadagi musulmonlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasida izchil aldab kelgan. U bu vaqtdagi ma'lumotlarga 12 aprel kuni Parijdagi cho'ng masjidlarning mudiri, Fransiya mamlakatlik kishilik huquq komitetining a'zosi Shamsiddin Hofiz Efendi bilan uchrashganda erishgan. Abdulhakim İdrisning bildirishicha, Shamsiddin Hofiz Efendi matbuotlarga tarqalayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga doir uchurlarni ko'rgandan keyin Xitoy elchixonasiga berib, buningga tushuncha berishni talab qilgan. Xitoy elchixonasi bo'lsa Uyg'ur musulmonlarning nihoyat baxtiyor, xotirjam yashayotganligini, jazo lageri, irqiy qirg'inchilik deydigan narsalarning mavjud emasligini targ'ib qiladigan saxta ma'lumotlarni avatib, ularni oldigan. Buning bilan qolmay Xitoy elchixonasi yana Shamsiddin Hofiz boshliq musulmon rahbarlari bilan atalmish Uyg'ur avtonom rayonining rahbarlari orasida sin ko'rinishlik bir suhbat uyushtirib, aldamchiliklarni davomlashtirgan. Abdulhakim İdris Shamsiddin Hofiz Efendiga Sharq Turkistonning haqiqiy vaziyatini anlatib Xitoyning abdi bashirsini ichib bergan. U bu Ramazon mezgilida ro'za tutishdan va ibodat qilishdan mahrum qilayotgan Sharq Turkiston musulmonlari uchun Fransiya masjidlaridagi xutbalarda duolar qilishni o'rinlashtirishni talab qilgan. Abdulhakim İdris Roshan Abboslarning 12 apreldagi muhim uchrashlardan yana birisi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasiga ko'ngil bo'lish fikrida cho'ng turganligi uchun Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga xizmatidan ayrilib qolgan Imma xonim bilan o'tkazilgan uchrashuv bo'lgan. Imma xonim ularga Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotini qanday qo'lga kirgizib olganligi to'g'risida o'zining qarashlarini bayon qilib bergan. Abdulhakim İdris Efendi so'zida 13 aprel kechda Fransiyadagi Amerika bosh elchisi tarafidan o'tkazilgan iftorlik faoliyatining nihoyatda muhim bir so'rin bo'lganligini, ko'plagan musulmon rahbarlari qatnashadigan bu so'ringa Amerika elchixonasining o'zlarini alayda taklif qilganligini tilga oldi. Roshan Abbos xonim bo'lsa bu iftor so'riniga daxil bo'lgan bir qism musulmon davlatlarning rahbarlari bilan ayrim ko'rishib, Sharq Turkiston masalasini anglatish fursatiga erishganligini ta'kidlab o'tdi. Kommunizm qurbonlari xotira saroyi fondi kommunist Xitoy hukumatining zulmiga uchragan, shundaqla kishilik huquqni qo'g'dash, majburiy emgakni to'xtatishga faol to'hfa qo'shganligiga yordam berishni qaror qilgan. Xitoyning ziyonkashligini boshdan kechirgan shohidlarning videolik bergan guvohligi, boshdan kechirgan ichinishli hikoyalarni so'zlash orqali Xitoyning abdi bashirsini ichib tashlash, buni tema qilgan san'at, muarif, tashviqot faoliyatlari, umuman Xitoyning zulmiga bo'lgan tonishni o'stirishni maqsad qilgan barliq tirishchanliklar mazkur fondning iqtisodiy yordamiga erishalaydi ekan. Ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning tashabbuskorligiga yordam berish fondining yordam plani va nishoni tuvandikicha ekan. 1. Ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning mustaqil harakati va tashabbusiga yordam berish. 2. Xitoy muhojirlari va faoliyatchilarining Uyg'ur va boshqa osonliq millatlar uchrayotgan bostirishni to'xtatish tashabbusiga yordam berish. 3. Xitoy Kompartiyasining osonliq millatlarga yurgizayotgan qabih siyosatiga bo'lgan tonishni o'stirish. Kommunizm xotira qurbonlari saroyi fondi buningga iltimos sunuvchilarning ish faoliyatlari, ya'ni kishilik huquqni qo'g'dash, Uyg'urlarni bostirishni va majburiy emgakni to'xtatish uchun qilgan faoliyatlarini baholash orqali ularga yordam berdi ekan. Birinchi navbatlik yordam o'tgan yil 15 sentabr tarqatilgan bo'lib, ikkinchi navbatlik yordam 3-oyning 15 kunidan 20 kunigacha qaror qilindi ekan. Iltimos sunuvchilar tuvandagi adres va ulanish orqali murojaat qilsa bo'ladi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Yolda sudek aktı bizning qilimiz. Sen üçün ey yurtimiz, fida bo'lsin